Assalomu alaykum. Ixlosga YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari, ko'rib turganlaringdek, bugungi videomiz ham sizlar uchun xudo xolasa juda manfaatli bo'ladi. Sababi yangi ochilgan do'konga kelganmiz va o'zimning yaqin do'stim mana shunday mahsulotlarni sotadigan katta do'kon ochgan. Mana shularning narx-navolari haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Ko'ryapsizlar bu narsalarni qanaqa chiroyli narsalar. Bularda nomi nima, nimalarga ishlatiladi, narxlari necha pul, batafsil o'zidan ma'lumotlarni olamiz xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Do'stim, charchamaysiz? Charchamayapsizmi? Qutlug' bo'lsin endi yangi do'kon. Qulluq, Allohga shukr. Alloh xayrli qilsin. Xalqqa foydali narsalarni sotishni boshladilarmi? Inshaalloh, xudo xolasa boshladik. Do'stim, qaysi biridan boshlaymiz? Birinchi bo'lib bularning o'sha foyda tomonlari, bir boshdan gaplashib olaveramiz. Devordagilar ayniqsa juda boshqacha narsalar ekan. Bular do'stim, mana bu PVH panel deyiladi. Razmerlarimiz 1.20 ga 280 bo'ladi uzunligi. Kameraga qarab gapirasiz, ha? 1.20 ga 280 bo'ladi. 3,5 kvadrat atrofida bo'ladi. 3,5 dan oshiqroq bo'ladi. Yana buni ikkinchi turi borki, 1.22 ga 240 bo'ladi. O'shanday. Bular endi nimaga qulaylik? Hammomga, kimdir TV zona qilaman deydi. Taroqlarimiz ham bor, mana bu yerda taroqlarimiz bor. Ularga ketadi. O'shalarda qo'yib turib, chiroyli qilib chiqarsa bo'laveradi. Asosan kafelni o'rniga bo'ladi. Asosan kafelni o'rniga. Kafelni tezroq bitadi, o'ta qulayligi ko'p. Namgarchilikda sho'rni bu yoqqa o'tkazmaydi. Hammomdagi bo'lgan namliklarni devorga bermaydi. Shu tomonlama zashtasi yaxshi. Bularda necha xil turi bor? Menda hozirgi ranglari menda 35 xil bor. Hozir tanlayman menda. Tayyor bor. Tayyori bor. Hammasidan 25 tadan 50 tadan bor. Zakaz qilganlarga zakaz qilib beriladi. Optik kamera buni qalinligi bor, do'stim. Buni qalinligi farqi bormi? Farqi bor. Ayrim joylarda buni qalin yupqaroq sotyapti. Narxlari 150 minggacha bor, 40 minggacha bor, lekin bizda buni qalinligi 3. Tiniq bexijolat olib kelib o'lchab ko'rsa ham bo'laveradi. Buni narxi qilib beramiz arzonroq qilib. Shuni farqlab olinglar, qaydadir sizlarga masalan xuddi shu narsani 150 ming, 140 ming deyish mumkin ekan. Buni o'sha qalinliklarini so'rab, surishtirib olsalar yaxshi bo'ladi. Bularning narxlari necha pul? O'sha oxirgi narxlari hozirgi? Hozirgi narxlari 185 ming so'mdan sotaveramiz. Ko'proq olganlargachi masalan kelishtirib beramiz oyog'ini. Kelishtirib beramiz. Dastavkasi besplatniy. Qaygacha endi? Shu Bog'dod territoriyasiga. Bog'dod tumani. Bu yog'i Rishton, bu yog'i Do'stlik olmasamki, ularga kelishilgan holatda. Yo'l kirasini berishadi, olib borib beriladi. Xuddi shunday. Kelishilgan holatda. Endi 3,5 kvadratli bo'lar ekan, xullas, shunaqa. Xuddi shunday. Endi bundan tashqari kimlardir darvozaxona qilaman deydi, uyiga, misol deylik, mehmonxonaga. Qanday qimmatli qilsa, kelsalar mana bunday plafonlarimiz ham bor. Bularimiz 60 ga 60 patologlarga. Darvozaxona boshqalarga, mana ular katta joylarga mana ishlarimiz. Katta joylarimizga ketaveradi mana. Bu 50 ga 80 bo'ladi. Mana shular narxi necha pul? Optin ko'rsating, mana shular bunisining narxi necha pul? Unisi 50 ga 50 mi, 60 ga 60 mi? 60 ga 60. Bunisi necha pul? Xo'p, bunimiz 200 ming so'm. Bir donasi. Bir donasi. Ranglari xohlagan ranglarni bor ekan, xudo xolasa. Xudo xolasa bor. Shu bularimiz bor 380 ming so'm. 50 ga 80. Xuddi shunday 50 ga 80. Ana bundan keyin mana bunday narsalarimiz bor. Mana bular ham 300 ming so'mdan mana bular. Darvozaxonani o'ta ochadi. Darvozaxonalarga qo'yiladigan. Jumalon 90 atrofida bormi yo 1 metrdan chiqadi? Yo'q, 80 ga 80 bu. Aylanasi. Aylanasi 80 ga 80 chiqadi. Tushunarli. Bu yulduzchalarimiz bor, keyin kichkina. Mana ular mana 400 ming so'mdan. Buni sababi nimaga degan sababga, buni fotoni ko'proq, shuning hisobiga, bu yaltirag'i ko'p. Yaltirashi uchun. Shuning uchun necha qimmatroq. Bular 400 ming deyapsizmi? 400 ming so'm. Mana ularimiz bor mana 300 ming so'mdan 280 minggacha qilib beraveramiz mana ular. Buni fotoni kamroq, narxi arzonroq. Ularchi? Mana bu yerda bular. Bir xil ular. Bir xil. U yoqdagi bilan bu yoqdagi bir xil. Mana shularimiz bor. Xo'p, bularimiz 250 ming so'mdan. Bularda bizniki Voha tomonidan ham ko'p telefon bo'ladi-da. Nurbek dastavkalarini deylik olib sotmoqchi bo'lsa, ko'proq oladigan bo'lsa, nechtadir ham ko'proq olsa uchun dastavkasini qilishni iloji bor. Bor. Voha tomonlar olib. Bularchi? Bularimiz 3D deyiladi bularimiz mana. Xo'p, bularimizni narxi 590 ming so'mdan. Xo'p, bular qanaqa paytda ishlatiladi? Katta zol 5 ga
olti zallar bo'lsa, shu yerga bir dona qo'yiladi, qolganiga taroq qo'yiladi. Ha, bunga Taroqlarimiz. Bularimiz darvozaxonaga assobi ketadi. Keyin 7 metr yonbosh macha gorizontal holatda qo'yiladi bular. Xo'p, buni o'rtaga qo'ydik deylik. Yoniga taroqlari bo'ladi. 2 tadan 3 tadan tushadi mana bunday taroqlari. To'g'riga darvozaxona. Xuddi shunday. Mehrobiga. Ana shunday ketaveradi bular. Bular ham shu 3,5 kvadratmi? Xuddi shunday. 122 ga 280 bo'ladi bu. Bular kiloga bosiladi. Kiloga bosiladi. Reykaga yoki boshqa narsaga qo'yish foydasi ham yo'q, keragi ham yo'q. Kimlardir shu yerda adashmanglarki, kimlardir aytayaptiki, nevidimka mix bor-ku. O'shanda uryapti ekan. U tashlab yuboradi vaqt soati bilan. O'rtasidan qo'yib yuboradi. Uni kiloga o'tirgizish. PVH. U salafandan plastmassadan boshqacharog'i bular. Ha, tushunarli. Xo'p, keyingisi manalar detskilarga bular zo'r bo'ladi. Detski bolajonlar uchun juda go'zal narsalar shular. Xo'p, keyingisiga kelsak, mana ularimiz AB deyiladi. Bunisi A, bunisi B qilsak bo'laveradi, bemalol. Shu holati kartinka kimlardadir tepa qismi mehrob tomonimiz katta bo'lsa, shundan bitta tushadi, o'rtasiga bir-biriga tushadi ton. Mana shunday holat paydo bo'ladi, taroq qo'yiladi atrofga. Bularning narxi bir xilmi o'sha? Bir xil. 190 ming so'm. 85 mingdan qilib beriladi. Zo'r. Endi taroqlarimiz keladi keyin mana. Yoniga qo'yiladiganlar. Yoniga qo'yiladiganlar rasvetkalari bor-da buni. Qarang, 40 mingligi bor, 45 mingligi bor bularda ham. Farqi nimada deganlarga mana bular misol deylik mana ekovi 45 ming so'mdan, monolar 40 ming so'mdan, monolar ham 40 ming so'mdan, mono ham 45 ming so'm. Endi bularda mana zarlari borligi uchun shunday qimmat bo'lib ketaveradi. Nurbek, bularda 45 ming metrimi yo donasi, bir donasi 3 metr bo'ladi, endi 15 bo'ladi. Ya'ni aytib ketdingda ko'pchilik tushunmovchilik bo'lib qolmasin. Xullas bitta butuni ekan, mana shunday holatda deylik. Shular 45 ming deyapsizmi? Xuddi shunday. 3 metrli. 3 metrli. Buni uzunroq ham bularmi standart? Yo'q, standart bo'ladi bular. Bular Endi 15 bo'ladi. 14 qoladi rabochiy xonasi. Rabochiy xonasi 14 qoladi. Zo'r. Mana. Undan tashqari bunaqa bagetlarimiz ham bor. Ha, bular endi bularda hamma bilsa kerak. Asosiysi mana nima patologiya tugagandan keyin u mana bunday yopishtirib chiqadi. Shu burchakni ko'rsating, mana shu burchaklarga qo'yiladigan narsa bu. Agar haligi darvozaxonalarning uylarning ichi fason bo'ladigan bo'lsa, bunday kirgan chiqqan hovuz qiladigan bo'lsalar, hovuzlar ichiga ham xuddi shundan qo'yiladi. Hovuz ichi mana shunday. Mana hovuz ichiga mana bunday holati bor. Z. Bu yog'i pastga tushadi, bu yog'i tepada qoladi. O'ta chiroyli ko'rinadi. O'ta chiroyli ko'rinadi. Bularimiz necha pul? Xo'p, bularda ham turi ko'p. Mana bular mana. L bu. Limiz mana bularimiz 30 ming so'mdan. Tilla ranglari bor. 35 ming so'mdan shunaqa. Zimiz necha pul? Zlarimiz 35 ming so'mdan. Bir xil ekanda bular. Z qimmat yuradi, sababiki mana bunaqasi ishlovi bor. Hali kichkinasi ham bor-a? Buni chespagi ham bor, mana bu yerda turibdi. Chespaklari. Chespagini ham aytib qo'yaylik. Mana. Deraza, eshiklar, qirg'oqlariga. Buni razmerlari bor, misol deylik 3lik, 4lik, 5lik, kattaroq. 8likgacha bor. Shunga. Bularimiz necha pul? Xo'p, bularimiz 15 ming so'mdan mana bular. Bu ham donasi. 3 metrli. 280 bo'ladi bu. 280? Ha, endi mana bu ham juda chiroyli, o'rtoq mana shu. Yangilik shekilli bu. Bu yangilik. O'ta go'zal. Boshqacha narsa chiqar ekan-da. Ha, bunga patologga ham qo'ysangiz bo'ladi-da buni. Ha. Ozgina ustachilikdan xabari bor odam o'zi qo'yib olsa ham bo'laveradi. Asobiy bitta ustani chaqirib, narsa qilish shart emas ekan. Buni bitta kilay bilan ishlang bitadi, xudo xolasa. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Endi nimalarimiz qoldi do'stlar? Xo'p, mana bu abani, mana unaqa sveti ham bor. Kimlardir yo'q, mana yerda ortidan ko'ryapsiz, kichkina sarig'i bor. Buniki sarig'i yo'q tog'in, shuni aba bo'ladi. O'ta katta narsa bu. Buni davomi bor. Birlashadi. Birlashaveradi bular. Ha, qo'shimcha qilib ketsa bo'ladi. Qo'shimcha qiladi qon davomi. Unikin davomi yo'q, u ko'ryapsiz, ikkita bilan tugaydi u. Ha, u ikkita bilan tugaydi. Mana bu davomi bor. Demak, deylik 5-6 metr yo 10 metrli darvozaxonalarga ulab ketsa, fason chiqadi. Aha. To'g'ri. Xuddi shunday. O'sha holat har bitta fasonda chiqaveradi do'stim. Zo'r. Bu bir tomonga ikkita qo'ysa, ikkinchi tomonga yana ikkita qo'ygan, ulagani joy borda, mana bag'ida ham bor o'sha. Mana kamera qarab turing. Bag'ida ham bor, bag'ida ham bor. Yana kim chizig'i. Bu yoqdan qo'ysangiz ham o'sha narsa bo'lib ketaveradi, u yoqdan qo'ysangiz ham o'sha narsa davom etib ketaveradi. Tushunarli, zo'r. Endi bizda eng trenddagi bo'layotgan turgan gullarimiz mana bular bo'lyapti. TV zonaga do'stim hali aytgandek, taroqni orqasiga qo'yadi, hozir ko'rgan narsalarimizni. Bulardan bir dona qo'yapti, kimlardir gorizontal yonbochoq qo'yapti. Keyin 1 sant chiqarib qo'yishyapti bunday qilib. Atrofiga nima qo'yapti?
Chiroqlarimiz qo'yib qo'yapti. Bularda xuddi siz aytib turgan narsalar o'zingizda rasmi bor. Bor. Ha, men tashlab bersangiz videoga ham qo'yib qo'yaman. Keyin telefon qilsalaring, Telegramda yozsalaring, xuddi shu o'zi aytib turgan narsalarni bitgan holatlarning rasmini tashlab beraverasiz. Xuddi shunday. Tushunarli. Muammosi yo'q. Qanday qilinadi deganlarga savoliga men javob bera olaman. Bo'ldi, ana zo'r. Shunisi. Mana. Rasvetkalar ekan. Rasvetkalar. 35 xil turida bor-da, 35 xil behijoat Buni kelaverasiz. katalogi bor. Katalogi bor. Mana bunday. Bularimiz ham hozir buncha boshqacharoq chiqspagan bular. Bular 2 xil, ha. Narxlari-chi, o'shalar bilan bir xil chiqadimi? O'shalar bilan bir xil, ha. 35 ming so'm, 38 ming so'm Z'si, buniki Z'si qimmatroq sotiladi. Z'si bor. Bu ham o'shanaqa, mana bu Z deyiladi mana bu. Tillo rang sifat, ranglari boshqacha ekanda bular. O'ta go'zal. 3 xil rangida bor, 4 xil rangida bor. Vengi bor, seri bor, oq bor, qaymoq rang bor. Zo'r, tushunarli. Xo'p, bundan tashqari kimlardir nima qilaman deyapti do'stim? Uyda sokolaga. Mana shundan qo'yib yuborsa ham bo'laveradi. Haligi semenli sokollar bo'ladi. Tayyor. Shularga tomchi kley bilan mana shuni bitta o'tkazadi, shu effektni beraveradi nimani. Ha, bu qimmat mramorlar. Qimmat mramorni beraveradi. Xitoyda mramori bor 60 ga o'shani o'rnini bosadi. 120 liklar bosaveradi. Tushunarli. Agar 120 bo'lsa, bunaqasiga 120 o'zi bu. Shunday misol qo'yib butun qo'yib ketaveradi-da. Ha, agar kichikroq 60 lik bitonlarga 2 ga bo'lsa rosa tushar ekan. Rosa tushadi. O'ta zo'r bo'lar ekan. O'ta go'zal. Bunaqa odamning nuri qaytyapti-ku, mana ko'rib turibsizlar. O'sha bir xil birga bir bo'lib qolar ekan. Keyin kafildan muddati uzoqroqda buni do'stim. Ha. Nimaga degan savolga bolalar kelib toshig'itami, boshqa qiladimi? Hech bola bo'lmaydi. Sinmaydi. Sinmaydi. Zo'r. Bular ham narxi bir xil shular. Bir xil. 85 ming, 185 ming so'm. Tushunarli. Xo'p, undan tashqari mana ular hammomga do'stim hali aytganimdek. Hammomga aynalasiga qo'ygani shulardan tavsiya qilgan bo'lardim. Kerak emas. Ha, shunday qo'ygani yaxshi. Sababiki ko'zni naqa charchatmaydi, oppoqroq fason. Yorug'roq turadi. Yorug'roq turadi. Plafonlarimizda o'sha turish mana shu holati 300 ming so'mdan. 6 qirra bor, boshqasi bor. Mana shu 3D'larni bitta bir qator ko'rsatib qo'ying, ku boshida tushmay qoldi shekilli. Kameraga tanlash uchun videoda mana bundayda tanlash uchun o'ta videolarimiz, nimalarimiz ko'p mana buni. Vibrlarimiz ko'p. 12 xil yo 15 xilidan olib kelib qo'yganman. Buni eng asosiysi tagi bor. Berasiz, olib ketaverasiz. Mana sklatimiz tayyor bor. Bizda unaqasi yo'q. Nechta zakaz qilsa beraman. Farqi yo'q unaqasi. Zo'r. Ertaga bo'ladigan emasda do'stim. Hozir desa shuni tanlasin, mana uni desin. Hozir shu yerda o'zida beraman men. Tushunarli. Manzilimizni bitta eslatib qo'yasiz. Manzilda bitta yetasiz, keyin nomerni ham yodda aytib qo'yaylik, ha? Aha. 50lik 881 1993. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bekobod qishlog'idan bo'lyapti. O'sha mostdan shunday tushganlaringda 100 metrdanki o'ng tarafda keladi. Aloqaga chiqarasizlar. Bo'ldi o'z ma'lumotlar. Bo'ldi. Salomat bo'lasiz, xudo xolasa. Kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Shunaqangi foydali videolar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib borib turadi. Xudo xolasa.